50% inson o'zini qomatidan uyalar ekan. Nega? Desangiz, ular har kuni ko'radigan bir ijtimoiy tarmoqdagi insonni mushaklari chiqqan, qomati chiroyli bir erkak kishi yokida o'sha ayol kishi, ya'ni chiroyli bir ayol kishi. Va uni ko'rganda tabiiyki insonda savol paydo bo'ladi. Nimaga men u kabi emasman? Va sizni vaqt o'tgan sari uni ko'rganingiz kabi, har kuni savol beraverganingiz kabi, sizda nima paydo bo'ladi ichingizda? Men o'zimni yutqizgan, muvaffaqiyatsiz bir inson deb tasavvur qilish xohlamayman. Men erishaman shu narsaga deb harakat qilish boshlaysiz. Qanaqa bo'ladi bu hodisa? Siz sekin-sekin, asta-asta, ana Atomic Habits degan kitob bor, o'shanda aytadi. Har bir insonni qiladigan amallari, kichik amallar yig'ilib katta bir natijaga olib keladi. Siz ham asta-asta boshlaysiz. Birinchi kuni e'tibor berasiz. Kiyimlaringiz g'alati, uniki chiroyli. Ada deysiz. Menga bugun eng chiroyli kiyim olib berasiz. Menga farqi yo'q. Bejaradi olib beradi. Oyi deysiz. Menga har kuni ertalab kostyum-shimlarimni yoki o'sha kiyimlarimni dazmol qilib qo'ying. Men maktabga chiroyli bormasam, o'rtoqlarim nima deb o'ylaydi? deb o'ylaysiz, boshlaysiz. Tabiiy, chunki insonning tabiati o'sha narsaga moslashtirilgan. Inson orzu qilishga, havas qilishga moyil. Ya'ni har bir inson orzu qilib, havas qilib. Va yana bir tadqiqotlar ko'rsatyaptiki, ijtimoiy tarmoqlardan foydalanadigan 29% inson juda ham siqilib qolgan. Nimaga? Yana shu masala boylik orqasidan qo'chish. 39% inson boshqalarning postlarini, muvaffaqiyatini ko'rib, bu inson muvaffaqiyatga erishgan, lekin men erishmaganman va erishishim kerak degan narsani oldiga qo'yadi. E'tibor bering, bu yerda siz oldin nima uchundir harakat qilyapsiz, lekin ijtimoiy tarmoq paydo bo'ldi, sizning maqsadingiz, orzungiz o'zgarish boshladi. Siz boshqalarning fikriga e'tiborni olish uchun harakat qilish boshladingiz. Yoki o'sha inson uchun mayli bu muvaffaqiyat bo'ldi deylik. O'sha telefonni olish, o'sha mashinani olish va o'sha muvaffaqiyatga erishganini qo'ydi. Sizda ham o'sha narsa paydo bo'lib, sizning haqiqiy oliy maqsadingiz, oliy orzungiz o'shanikiga o'xshab qolmadimi? Ya'ni bir oddiy mato bilan, oddiy bitta telefon bilan cheklanib qolmadimi?